Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan do'stlar, mana biz tog' ketalarimiz tayyor bo'ldi. Biz manzillarimiz Namanganning Cho'rg'onidanmiz. Va bu tog' ketagimiz 2 metrga 80 bo'lgan. Bunisi 1,5 ga 1 bo'lgan. Uzunligiga 1,5, kengligini 1 metr qilganmiz. Bu ketagimizda mana oldi oxirlari usti zashni setkalar bor, mana ochilib yopiladi. Ha, bunisida suv idish qilganmiz, alohida mana suvga joy. Buni ham oxirlari ustida zashnilari bor. Keyin yon tomonda bitta kichkina eshikcha ham qo'yganmiz. Shu bagi bitta yaxshicha qo'yib qo'yiladi. Yaxshicha qo'yib, shu tuxumini olgan qulay bo'lish uchun bitta eshikcha qo'yib ketganmiz. Bu 2 metrlik tog' ketalarimizni hop 1,200,000 qilib beryapmiz. Hop, bunisini 800,000 qilib beryapmiz. Kir. Qani, kirchi? Ko'taradimi? To'xta, elektrod bor ekan, olib qo'yamiz. Ha, kirib tur. Men olib qo'ya, to'xta, men olib qo'ya. Voy. Ana. Ana. Ko'taryaptimi? Voy, boshingga ehtiyot bo'l. Bunga shu 8 ta, 6 ta, 8 ta tovuq yaxshi sig'adi. 10 taga sal qisilib qoladi. Qo'nog'ini ham shu 1,5 metrlik qilib qilganmiz. Ustiga reka boylab qo'yasizlar. Biz temirdan qildik. Tovuqlar bemalol ko'taraveradi mana. Keyingisi mana ichki tomonlarni ham ko'rsatay. Ichki tomonlar mana taylariga shu qalin setkadan qo'yganmiz. Qo'nog'i mana 2 metrli bo'lgan. Ustiga reka boylab qo'yasizlar buni ham. Mashinamiz yo'q, dastavka pullari alohida bo'ladi. Telefon nomerlarimiz 90lik 640 1199. Telefon qilsangiz kelishamiz. Ko'chadan mashina topib jo'natishga harakat qilamiz. Orqa tomonlari kashalini berganmiz bunisiga. Hop,